Yordam berib bo'lsin. Chiqarlar. Pullar. Assalomu alaykum, gruppadagilar yaxshimisizlar? Ham qishlog'ini qizlarni yaxshimi? Xudo xohlasangiz yaxshisiz ona. Dushanba kunga doktorlar aytdi shuni. O'pkalari yaxshi bo'lganligi uchun qo'limizni olib tashlaymiz deyishdi ona. Xudo xohlasa. Shuncha yordam berding, Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat. Endi bundan buyog'iga uyimizga qaytishimizga ham yordam beringlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yaxshiligingdan hech qachon unutmaymiz. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamoqsizlarmi? Inshaalloh endi birinchidan ozgina qarzimiz qoldi. Shunga ozgina yordam beraversangiz yana xursand bo'lar edik. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, sizlarga rahmat. Yana ozgina yordam berib yuboringlar. Rahmat oldindan. Tanjaringlar sog' bo'lsin. Chiqarlar. To'lovlarni. Ozgina qarzimizni to'lasak, keyin uyga ketishimiz mumkin. Xudo xohlasa. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.